İşlegan filmingiz qarta film chiqarib qo'ysam, uningga yana bir film ishlab, mana mushdan yerdan olgan, andag'ay debsiz xinim. Doyin jubodni olibsiz xinim. Xapamay bir ashu doyinninki bir ismini yozib etmamsiz. Palani markadagi qoplama oltin kentoq. Pokonimning jubosi sotqil turibdi kentoq og'an deb 0.3 gram oltin suvanasini yo'g'on yerda 860 qo'yga jubodni olibsiz. Qoplama oltin oldingizmi shu bakay oldingizmi uni kim bilibdi? Mening bir azirg'ich bir juboq qilib, men qoplama oltin sotganimni ko'rib baqdingizmi? Hech chiqmayasiz. Ajab qaynab ketibsiz. Qo'yilib ketibsiz. Manda bir narsa hisoblab baqa. 775 qo'ydim bo'lsa degan 232 qo'yliq oltin o'z vaqti 860 qo'yliq elishdim burumda sen ben so'qib baqmaganma. Maktabda o'qimaganmi ya hisob qilamamdingiz? Ha. Unda hisob so'qib baqdiq. Kimning jubosini olgan? Qaysi doyin xalqdan olgan? Aş jubo açqanınki doyin xavsi var. Aşan resim tatib yollab qo'ying. Sadda azizlarimizmi oldinib qolmasin. Sizga o'xshash oldindiganlar ko'pib ketmasin. Alnın jubosini resim tatib, anima doyin boshbetni resim tatib yollab qo'ying. Mushu doyin xavning jubosidan olgandim deb yollab qo'ying. Juma? Anda o'zingiz oldinib ketib, hammasini tang qo'shib tatib, unda nima qilmaymiz. Şuna meningki Janubiy Shinjongda butun tarmoq do'konlarim bor. Ben hazırlıkçı doyun jubom hiç bakmadım. Ben dep kelyaptım. İmkan var jubodun qaplama oltin almanglar. Keyin sotadigan vaqtingizda naqsi tishlarni bilinmay qolasizlar. Ziyanlanib qolasizlar, tatadigan ziyninglar ig'irib ketadi deb. Iliqi biznimen topolmay, biznimen ustida deydigandek bir gap qilib qopsiz xon. Juma? Meningki bosh do'konim Urumchi Tengitog' So'd sari bilan mushu Jula So'd sariningki mana mavu Jula, miya Jula. Ma'lumuz Julanınki tinchachan kirish eg'izi, mush kirish eg'izdan kiribla. Sol tarafga qarasangiz mana Belxush xayri qoplama oltinlari deb do'konimda taximda maxsus qoplama oltin deb bajimi? Oltin kumush debmi yo'q? Mana mushu do'kon shu anadikin ama ildi ekranda filmlarim chiqib turdi. Asan topa olaysizlar. Ondan başqa ikkinchi tarmoq do'konim Xo'tanning Lopnayasida, uchinchi tarmoq do'konim Yakan Konshar Almasot shaharchasining ichida, to'rtinchi tarmoq do'konim Xo'tan shahar ichida, beshinchi tarmoq do'konimda bu shu tarmoq do'konlarni tekshirib bo'lgan vaqtimda taqib etdim. Uning sababini keyingi filmlarimda chiqarib berib, taqib etgan qoplama oltin do'konlarimning adresini yo'llab beraman. Men unda voy do'konni kengaytdim deb bir faxrlanib qildigan ish emas. Mas'uliyati bor ish bu. Chataqchisi taqaydigan emas shundaq. Pul degan nimish qilib pul bo'ldi. Buningki paranglarni men keyin qilib beraman, meni g'anja qilganlar. Anandan keyin 6-chi tarmoq do'konim Xo'tandagi Ninoyisida. Mening bu tarmoq do'konlarimga berib, ashtaq miyay Urumchi kelmaydiganlar do'yin jubod oldinib qolmasin. Ash tarmoq do'konlarimga berib olsin deb, kuchimdan yetishicha men bilan hamkorlik qilishni xohlaydiganlar bilan shu joy-joylarga tarmoq do'konlarni ochdim. Endi sizga kelsak, o'zingiz joyini tepib to'g'ri yerdan ololmay, jubodni ilib Jubo deganda nima desa sataverdi. Addingizda men chig'imda xeyli hurmat qildigan shu jubo qilib mol sotadiganlar borda, shuna hozir jazib sunnatni qat'iy rang o'zgarmaydi deb mana men ishlab turib sotqinni ko'rib. Ey, adam degan ras shu pulni oldiq kelganda bir narsa bo'lib qopti deb qoldim. O'zingiz oldigan yerni olib qopsiz. Endi bizni men topolmay yana bir yerga usamsiz xon. Ashuni o'ziga dang. Ashuni o'ziga desangiz topa olasiz. Aşılar öz bir taraf qilib berdi. O'zingiz iliqi 0.3 oltin suva keldi. 0.3 bugungi hisobda 240 qo'yliq oltin suvanasini 860 qo'yga do'yindan otdi. Ilib, tuniga o'zingiz baho olib ketdi-ku. 3 qo'y oltin suvanasini 860 qo'y olamda. O'zi oldiganda appo. Men keyindan qopib, ayan topolmay meya usul qopib va bizga gap qildigan gap. Biz qilib haqiqiy ish qilyapmiz xon. Qalaymiqan gap qilmang. Abak agar iqim qo'g'lishib, rodos yaxshi kelib, rodo qo'g'lishib qolgan bo'lsangiz, men o'ynab beray. Men unda o'yin o'ynagan xil usta. Juma. Bo'lmasa xil tinsa yig'ibsiz shu bahanada.